Hammaga salom. Bugun Toka Life Worldda 24 soat sariq videosi olamiz. Ya'ni hamma narsa sariq bo'ladi. Yeydigan narsamizdan ichadigan narsamizgacha va kiyadigan narsamizgacha hammasi sariq bo'ladi. Shuning uchun men shunaqa uyimni oldin ko'rsatay payda. Oy. Kiyimlarimni ham hammasi sariq. Xonamni hammasi sariq. eBayda hammam hammasi sariq. Hatto eBayda tishotka, soch quritish uchun fen, tish pasta hammasi sariq va bay bo'sh va shunchaki sariqqa bo'yab qo'ydim. Sababi agar kerakli bir nima topolmadim. eBayda shunaqa bir narsa turibdi. Bayam sariq bir sariq tuvakli gul, o'rdak. eBayda divan bor. Divanni sariq, tam sap-sarig'idan topolmadim, lekin yostig'i sariq. Bayda sariq gullar bor, sariq choynak. Bayda slaym, hamma narsani sariq qilishga harakat qildim. Bayda sariq soat bor, televizor, buni ichi bo'sh, lekin churali turibdi. Bayda ham sariq bir oshxona qildim. Baydagi hamma narsa sariq. Tashqariga chiqqanimizda bayda jiyanlarim velosiped qolib ketgan. Sariq gullar, sariq svet. Bayda yangi kuchukcha olmoqchiman, shuning uchun bir uy oldim. Va mana shunaqa. Endi birinchi bo'lib hammomdan bet-qo'lni yuvishdan boshlayman. Bet-qo'limni yuvib bo'ldim va maska ham qildim. Maska sarmas, lekin boshimdagi sochig'im sariq. Endi nonushta qilamiz va aytgancha esimdan chiqibdi. Ukam keladi va uni sochini sariqqa bo'yash uchun boramiz. Nonushta tayyorlay o'zimga. Kamerani o'rnatay shaga. Hammani oladigan. Shada tursin. Nonushtamni bo'ldim. Endi ustimni almashtiraman. Ungacha kelib qolsa kerak deb o'ylayapman. Ukammi? Ko'ylaklarni ko'rsatay. Shuni kiyishim kerak edi, lekin bunimi kiysam, qaysini kiysam? Bilmadim, menimcha buni kiyaman yana. Men tayyorman. Eshik taqilyapti menimcha. Borib ochaylik. Kelyapman. Keldingmi oxiri ham? Ha, oxiriga keldim. Buni sochi ko'k bo'lganligi uchun sochini bo'yatgani sartaroshga boramiz. Va men obed bo'lishi uchun, obed bo'ladi menimcha borgunimizcha. 2-3 soat kutsak, shuning uchun men narsa tayyorlagan edim, qochib tur. Men ovqat tayyorlab, suv tayyorladim, shuni olib olishim kerak.
O'shanga sumka solib olaman. Deyman. Bu sariq emas, lekin sariqlar bor. Menimcha bo'laveradi. Endi sartaroshga ketdik xullas. Xullas biz sartaroshga keldik. Ochirt olishimiz kerak menimcha. Necha kishi ochirtda bor? Bir kishi xolos. Hop, bayda o'tirib turamiz. Manikida gos. Manikiga o'xshagan sochmi xohlayapsizlar? Bilmadik, endi bu sariqqa bo'yatmoqchimiz shunchaki. Manikini emas, bunikini. Ukamnikini. Manikiga o'xshatamiz bab. O'tinglar, bemalol. Ketdik. O'tir. 2,000 years later. Yana necha soat kutamiz? Bilmayman, necha soat kutamiz. Keyingisi biz sumkamni maniga qo'yib qo'yaman, menimcha hech nima bo'lmaydi. Qanaqa nima xohlayapsizlar? Biz video olayotgandik, hammasi sariq videosi, hamma narsa sariq. Shuning uchun sochini normalniy bir sariqqa bo'yatmoqchimiz. No problem, baby. Buni kiyib oling oldin, hamma kiyimingiz soch bo'lishini xohlamaysiz. Hech nimani kesmadim. Qaysi sariq rangni tanlaymiz? O'zim bilaman. Sop ketdi havola. Voy. Bu sariq rang bo'ladi, menimcha sizga точно. Menimcha bo'lmadi-yu. Bo'lmagan bo'lsa. Bu qalay? Jo'jon rangiga o'xshab qoldi, bu ham bo'lmadi. Bitta narsa yoqmas ekanda. O'zim ham o'xshadim shu jo'jaga. Voy. Bu bo'ladi. Umuman gapirmang. Endi prichoskaga o'tamiz. Qachimi tushirib yubordim sizlar. Baqa keling, siz kelmang. 2,000 years later. Qalay, yoqdimi? Yoqmadi. Yoqmadi, buni emas. Yoqmagan bo'lsa kuting. Bu tarafga o'ting. Bu zo'r soch. Hammaga yoqishi aniq. Umuman yoqmadi, buni emas, kel. Nima bo'ladi bu? Ne? O'zingni sochingni kalqib. Hozir qilamansangiz? Hozir kelma. O'tashaydi. Hozir uni nima qilmoqchi? Bu menga yoqdi. Bu nima qilganinglar? Bu qanaqa soch sartaroshi bunaqa? Oldingi holiga qaytaringlar. Men endi qanaqa qilib qaytaraman? Endi kalga bo'lgan sochni yopishtirib qo'yamanmi? Yerdan xohlasanglar to'plab olinglar, olib ketinglar. Boshqa joyga boramiz. Kel o'zing. Tuqayim seni o'zira. Hozir bo'lgan voqealarni hammasini esinglardan chiqaringlar, chunki
Sumkam ayda shoshilganimizdan qolib ketibdi. Asabimiz buzilganidan qolib ketibdi va biz sumkam qolib ketibdi va buni sochini bir boshqa mani ichicha yurganda peruk sotadigan joy bor edi, parik. Shundan bitta shunaqa yopishtirdik. Endi o'zini sochini o'sishini kutamiz. Shunaqa va biz manaqa kafega keldik. Obed bo'ldi chunki. Haligi juda narsa bo'lib ketgani uchun va sariq temali bo'lgani uchun, bu yerda ham ko'p narsa sariq bo'lgani uchun hozir o'zimizga faqatgina manga bunga farqi yo'q. Sariq narsalar olib yeb, keyin menimcha uyga borgunimizcha ham kechqurun bo'lsa kerak. Uyga ketamiz. Hozir o'tirib ovqatlarimizni yeymiz. Men o'zimga shunaqa sariq bubble tea oldim. U yashil oldi. Shunaqa blinchik oldik. Buni yeb uyga ketamiz. Yo'lda video olish esimdan chiqib qolibdi. Kameram uchib qolibdi. Keyin uyga keldim, ustimni almashtirdim. Keyin ananasli pitsa zakaz qildim. Sariq bo'lgani uchun. Aslida pitsa yemayman men. Yeyman, lekin juda ko'p yemayman. Shunchaki bugun sariq narsa yeyish kerakligi uchun sariq pitsa zakaz qildim. Ukam uyiga ketdi. Keyin videoni oxiriga keldik. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Keyingi videoda qaysi rang olishimni xohlasangiz yozib qoldirishingiz mumkin. Agar yashilmi, qorami, oqmi, xohlagan rangingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.